Selamünaleyküm Instagram'da obunachilar. Bugün navbatdagi reklamamiz olsa 9 fevral günüsi 2026 yıl Malibu 2 atmosferli motor bo'ladi do'stlar. Lyuk bor, tayyorlovga ruxsatnomalari bor. Holati cho'tki holatda 4 tane balonimiz zo'r holatda turibdi do'stlar. Birdan like bosib videoni tomosha qilamiz do'stlar. Videoni Malibu 2 izlaganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Holati zo'r 2018 yil 160 ming kilometr yurgan, chisti o'zini yurgani do'stlar. Xohlasangiz kompyuterga solib tekshirasizlar, xohlasangiz zo'r ustalarimiz bo'lsa ko'rsatib olishingiz mumkin. Bir qator hozir mashinani ko'rsatib o'taman. Narxi do'stlar zo'r narxda 220 million so'm bo'lsa do'stlar beramiz. Xohlasangiz barter, xohlasangiz через bank qilib beramiz do'stlar. 220 million so'm narxi shitir. Hozir bir qator videoni ko'rasizlar do'stlar, like bosamiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldiraverasizlar. Hozir reklamani ko'rib tomosha qilaveramiz do'stlar. Yomg'ir ham zo'r yog'ib turibdi. Shu yomg'irda bo'lsa ham sizlarga reklama qilib berib turibmiz yana. Ko'rishingiz mumkin. Mashinaning holati zo'r. Arkasından chiroyli stop faralar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, kraskasiga keladigan bo'lsak, shu yerda 2 dona kichkina petnosi bor. Qaranglar. Shuningdek, eshigida kichkina sapilgan joyi bor. Shu yerda krelosida ozgina petnosini sapilgan joyi bor. Libo ustalaringizga ko'rsatib olaverasizlar. Probekinadan ham javob do'stlar. Xohlasangiz kompyuterga, xohlasangiz ustalaringizga ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Narxi ham zo'r do'stlar. Narxi вообще shikolat narxda 220 million so'm bo'lsa beramiz do'stlar. 2018 yilning oxirida ishlab chiqarilgan 220 million so'm do'stlar. Xohlasangiz barter, xohlasangiz bank etib beramiz yana. Libo yerine javob mashinani. Like bosamiz videoni Malibu 2 izlaganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Bir shuna qaranglar. Qop-qora Bluetooth oynalar ham, tayyorlovga ruxsatnomalari bor. Hammaga nasib qilsin shunday avtomobillar.